Hurmatli YouTube'imda muxlislari, dehqonlar, yana mana Xudo xolosa birgamiz. Bugun shu mana pomidorlarimizni bayhlarini olib tashlaymiz. Bugungi masalamiz shu bilan shug'ullanamiz, to'g'rimi? Birgamiz hammamiz. Bu yoq Xudo xolosa dehqonchilik qanday bo'lsa, dehqonchasiga, qishloqchasiga tushuntiraman. Ketdik. Shunday qilib nimalarni olaveramiz o'rtoqlar. Bir xil aytishlaring mumkin. Biznikilar pishib bo'ldi-yu, nima bo'ldi? Bu joyda, bu pomidorni joyida sarimsoq piyoz bordi. Sarimsoq piyozni joylab bo'lganimizdan keyin ekkanim bu. Haliga nimalarga nima edi? Meni nimam tushuntirishim o'zimizni qishloqchasiga, dehqonchasiga bo'ladi. Haliga nima edi? Agrofirma, aynaqa nima gektar yerlar haqida. Shuning uchun o'rtoqlar, bu men hozir gapiradigan gaplarim o'zim boshimdan o'tgan, sinagan, o'zim qo'llagan narsalarni aytaman. Unda qalaga 1 tonna, 2 tonna narsa oladigan narsalarni aytmayman. Shuning uchun meni maslahatlarim, eshittirishlarim hammasi dehqonchasiga, qishloqchasiga bo'ladi o'rtoqlar. O'shaning uchun laykni ham bitta nima qilmasdan, erinmasdan shu joyga bitta layk bosib qo'yinglar. Xudo xolosa qishloqchasiga hammasi yaxshi bo'ladi. O'rtoqlar, shunaqa gaplar. Haligi endi nima deyman, bizniki shunaqa dehqonchasiga haligi sekin o'zimizni hovlidan, o'zimizni bir so'tdak nima, 2 so'tdak nimalarga xolos qishloq joyidagi nimamizga, dehqonlarimizga o'zimni dehqoncha maslahatimni beraman xolos. Haligi nima emasmanda agrofirmaga o'xshatib mana buncha tonna mana. Xudoga shukr, shu mana shu bori shu. Mana shu Xudo xolosa bunaqalarni ham olib tashlayveramiz. Mana turmush o'rtog'im aytgandek, bu birinchi ekkanimiz o'sha sarimsoq piyozdan keyin ekkan pomidorimiz bo'lganligi uchun mana hosili ko'rinib qoldi. Endi uning uchun biz mana bu katta baklarni olib tashlasak, hosilga kuch beradi. Bular befoyda barglar. Shuning uchun mana bu baklarni qaychi bilan yoki bo'lsa bir kesadigan narsa bilan olasizlar. Chunki nimaga pomidorga nima jarohat yetkazib qo'ymaslik kerak. Mana shu barglar quvvatini olib qo'yadi, hosildorlikka nima bermay qoladi. Hosildorlikda soyasini ham nima qilib qoladi-da? Soya soladi hamda hosildorlikda katta bo'lishiga xalaqit beradi. Shuning uchun buni har o'sha hosildorlik bo'lganda mana hosildorlikni ochdik. Mana yana gullagan. Mana bu yerlarda ham ochamiz, mana hosildorligi bor. Bu katta urib ketgan, mana ko'rib turibsiz balki, bular kuch yig'yapti. Bu kuchlarni endi biz mana bu pomidorga berishimiz kerak. Shuning uchun mana bugun shu birinchi ekilgan hosilimiz pomidorimiz bilan bugun shug'ullanamiz. Mana shunday qilib o'rtoqlar. Kechki salqindagi ishimizda o'rtoqlar, bu haliga unda ham aytganman, bu to'lka yoshlar uchun emas bu ish. Buni yoshlar qilmaydi baribir. Nima deydi bu? Keksalarimizga mos ish, mana yengil ish, yengil mana 1 soat ish qilamiz. Shu bilan bo'ldi. Abitgacha 2 soat, 3 soat vaqtimiz bo'lganda chiqamizda, bo'lmasa yo'q. Issiq paytda boshqa ishlar, hovlida ham ishlar ko'p. Mehnat bilan aytib kelyapman, hech kim kam bo'lmagan, kam bo'lmaydi ham. Mana shu yoshlar uchun emas deganligi, chunki yoshlarimiz hammasi hozir davlat ishlarida, turli xil usta, ularning o'zlarining turmush tashvishlari bor, boshqa narsalari bor. Shuning uchun katta onaxonlar, otaxonlar o'sha farzandlariga bir ko'makdosh bo'lgan holatda uni o'zini sog'lig'i uchun yurib tursak, har qanday yurib tursak, bizning oyoqlarimizda ham og'riqlar yo'qoladi, bizga tezroqga bo'ladi. Shuning uchun bu biz qariyalarga deganimiz o'tirib qolmasligimiz kerak ekan. O'tirib qoldikmi, hech qachon haligi yana yaxshi bo'lib ketishimiz qiyin. Harakatda barakat degan Allohim, shuning uchun harakat qilaveraylik. Mana o'rtoqlar, endi kechki salqindan bo'lib qolyapti. Endi o'zimizning rezervuarlarimizni, mana shu badanglarimizni, keyin badanglarimizni olamiz. Endi kechki ovqatga harakat qilamiz.
turmush o'rtog'im nima bilan shug'ullansa, men yana shunday ozgina ishlarim bor. Pomidor ko'chat qilaman. U shamol urib ketgan joylar bor. O'shanga yangisidan olib chiqib ekaman o'rtoqlar. Kartoshkamizni rig-riglarini olaman. Nimaga desalang, buni biz dekabr 20-sida ekkandik. Kechroq ekdik bu yil. Oldingi yili biz 20-fevraldan yeyishni boshlaganmiz. Endi bu yil sal kechroq Sarimsoq yozib qo'ydik. birinchi martdan yedik, chunki bu ichkariga sarimsoq yozib oldin ham aytib o'tdik. Mana sarimsoq yozib ekkanligimiz sababli hozir o'sha hosildorligimizni birinchi marta yeb oldik. Hozir mana shularni olamiz, keyin maydalarini yana bekitib qo'yamiz. Yana o'zi katta bo'laveradi. Biriklarini olavering, dadasi. Maydalarini bekitib qo'yamiz. Mana maydalari yana kattaroqadi, yana olaveramiz. Olib ishlataveramiz. Mana Hamroq olaveramiz chunki bo'ldi. Yetadi bugunga. Karishkamiz mana. ishlarimizdan, hamma narsadan agrotimizga barcha narsani solgan holatda yangi mahsulotlardan taom qilamiz. Birga yeymiz muxlislarim. Bu ikkinchi tugash ketyapti. Chunki birinchisini yanvardan boshlab yeb tugatib, yana buni mart boshida ekkan edik. Ana o'sha keyingi hosil bu. Chunki uzilgan yo'q, bir-birini davom ettirgan holatda o'sha qatiqlarga salat qilib ovqat bilan xushro'y bo'ladi. Bo'lmasa muxlislarim, men aytganimdek, xayrlashamiz sizlar bilan. Yana erta tongda xudo xolasa birga bo'lamiz. Salomat bo'linglar. Har doim sog' bo'lishingizga majbursiz. Chunki mehnat bilan sog' bo'lganmiz. Salomat bo'linglar. Like bosish esdan chiqmasin. Xayr, sog' bo'ling.